Koyamiz. Obunachilarim bilan salomlashishni unutma. Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda sizlar bilan yana o'sha ekran. Bugungi videomizda sizlar bilan nima qilishimizni bilmaymiz. Tak, like va obunalarni bosib qo'yinglar. Sizlardan iltimos. Tak. Xo'p, ishimizga qaytamiz. Bo'lmasa hozir sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Hozir bul. Mana. Tak, biz hozir kartoshkani ekyapmiz. Videoga like bosinglar. Albatta mana sabzini ham olib olishim kerak. Sizlar shuning uchun videoni o'chirib tursammi? Tak, videoni o'chirmayman chunki u tomorqa meniki emas. Tak, ekamiz. Nima? U tomorqa meniki emas. Okey. Videoni o'chirmasam ham boyagi gapimdek bo'larkan. Tak, hozir kirib normalni. Tak. Sanduqni ochamiz va qo'yib olamiz hosillarni. Tak. O'rog'ini ham qo'yib olishimiz kerak обязательно. Tak. Eshikni yopamiz va menimcha quyosh botyapti. Tak, o'zi jitellar ko'rinmayapti. Men oldiga borsammikin? Yo'q, bormayman. Nima qilaman? Jitel bor ekan va eshikni ochamiz va kirib o'roqni solib qo'yamiz. Do'stlar, videoga like bosinglar. Tak, men hozir uxlayman-da. Hozir ko'chaga ham chiqishdan foyda yo'q. Sizlar kamerani keyin yoqaman. Uxlab bo'lganimdan keyin hammaga xayrli tun. Mazza uxlatmam bor o'zi. Yomg'ir ham qo'yibdi. O'zi yerga tak yo'qda skelet zombilar bo'ladi endi. Обязательно aniq bo'lish kerak. Yomg'ir paytida kechqurunda spawn bo'ladi bular. Ana aytganimdek, ikkita skelet bir-biri bilan urushyapti. O'li zombi creeper paydo bo'ldi. Tak. Masanga. Bo'ldi, endi menga hujum qiladi chunki ko'rmayapti. Uzoqdan bilmayman nega o'lib qolaman. Bori uyga kirishim kerak. Ko'chamni bitta narsasi bilan sepgina uyga kiramiz hozir. Jitel, bu yoqda nima qilyapsan? Zombi. Hozir men qochib turib qilichimni olib olay. Xo'p, mana. Xo'p, xo'sh. Yo'raman. Talab yo'q. Men bola sportligini qattan bilayman. Uraman. Qilichim bor. Olsam uryapti-da mana. Qilichimni joyaman. Mana urdim do'stlar. Video ham tugadi. Eshigimni ochmayman. Video ham tugadi. Undan ko'ra men mazza qilmasman. Hammaga xayr do'stlar. Video tugadi. Men uxlayman.